Assalamu alaykum, hürmetlik anlıqçılar. Bugün Kamal Hisamidinov'ның Momamның şifalık doğruları degan kitabını o'qishni davomlashtiramiz. Bugünkü tema Ünümü yuqori dora. Ünümü yuqori dora. Yaqında tuqqan yo'qlash maqsadida yurtga borgan edim. Shunda og'inlardan biri qiziq bir voqeani so'zlab berdi. Yurtdaşlardan birining 8-9 yoshlardagi qizi seriq og'riq bilan og'rib, og'riqxonaga tushib qopti. Hammaga ma'lumki, bu og'riqni davolashning xalq orasida boshqa nurg'un usullari bor. Yurtdosh ularning birini inovatga olmay, tuxum kası yiltizidan qaynatib, uningdan yarim litrlik bakda qiziga yetkazib beribdi. Qiz uni turaqliq oz-ozdan ichib turibdi. Xudo shifolik berib, 3-kuni bu qizning butkul badaniga tarab ketgan o't suyuqligi qaytadan o'z xaltasiga tushib, bemorning chiroy shakli asliga kelibdi. Shuningdan keyin doktor "Sana endi og'riqxonada ish yo'q" deb bemorni uyiga qaytarib etibdi. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida nashr qilingan tibobat kitoblarida kasina, Qozog'istonda bo'lsa tuxum kasa deb ataladigan mazkur giyoh seriq og'riqida ana shundoq yuqori unumga ega. Kerikingni kunda yig', oyda hijolat bo'lmaysan degandek, mazkur giyoh yiltizini yoz oylari ko'lab, quritib ilib qo'ysangiz, kunlarning bir kuni beshingizga og'ir kun tushganda jiningizga asqatadiganligida shubha yo'q. Bugungi anglitishimiz mushu yergacha bo'lsin. Keyingi qitimliq anglitishimizda ko'rishaylik. Salomat bo'ling.